Assalomu alaykum suyumlik do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intoyin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz pokizlik haqida bo'ladi. Meningcha, aramizda pokizlikning ma'nosini bilmaydiganlar yo'q-ku deyman. Pokizlik badanimizni, kiyim-kechaklarimizni, turayotgan joyimizni, muhitni va qalbimizni pok tutishni ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'on Karimda shaksizki Alloh pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi degan. Payg'ambarimiz pokizlik imonning yarmi degan. Pokiz bo'lsak, Rabbimiz Allohning yaxshi ko'rishiga erishimiz. Payg'ambarimizning sunnatiga ergashgan bo'lamiz. Sog'lom o'sib yetilimiz. Shunga pokizlikqa alohida ahamiyat berishimiz kerak. Qani amsa do'stlar, tövandagi savollarga javob berish orqali o'zimizning qanchalik pokiz ekanligimizni tekshirib boqaylik. Birinchi savol: atigini noshtaga qo'yganingizda tunji bo'lib nima ish qilasiz? A. Uyqum ichilguncha bir oz yetib olaman. B. Darhol oshxonaga kirib, mazali kiydi dimoqqa urilib turadigan baranga qizartmasini tetib boqaman. C. Yuz qo'limni yuvib, usti boshlarimni tuzashtiraman. Ikkinchi savol: maktabda suvxonani ishlatganda qanday qilasiz? A. Men kirganda qanday bo'lsa shu paytda qo'yaman. B. Hammaylar maynat tashlab qo'ygan yerni men nimishqa tozalagudekman. C. Tozaliqni so'yganim uchun yaxshi tozalab qo'yaman. Uchinchi savol: oilangiz bilan birga dolu saylisiga chiqqanda qanday qilasizlar? A. Nas keraklarimizni yig'ishtirib, axlatlarni xaltaga silib, bir chetda qo'yib qo'yamiz. B. O'zimizning nas keraklarini yig'ishtirsak bo'ladi. Axlatlarni baribir tozaliq ishchilari tozalaydi. C. U joydagi butun axlatlarni axlat sanduqiga tashlaymiz. Orqamizda hech narsa qoldirmaymiz. To'rtinchi savol: qancha kunda bir yuyunasiz? A. Onam yoki dadam qachon yuyunishga buyursa, shu chog'da yuyunaman. B. Sirtqa chiqmoqchi bo'lganda yuyunaman. C. Yoz kunlari asosan har kuni, qish kunlari 2-3 kunda bir qaytam yuyunaman. Beshinchi savol: kechasi uxlashdan burun nima ishlarni qilasiz? A. Bek uyqum kelib ketganda ko'pincha o'ltirgan yerimda uxlab qolaman. B. Uyqum kelganda darhol yotiqimga kiraman. C. Har qancha og'ir kelsa-mu, cho'qim uxlash kiyimlarimni kiyib, tishlarimni cho'tqilab yotaman. Oltinchi savol: o'ynag'ili bo'lgan bog'chada axlat sanduqi bo'lmasa, bika bo'lgan qutilarni qanday qilasiz? A. Ba'zida suyum tugaganda qutini o'rindiqda unutib qolaman. B. Atrofimda axlat sanduqi bo'lmasa qanday qiladim? Bir chetga tashlab qo'ymay amal yo'q. C. Axlat sanduqi bo'lmasa somgamga silib olib, uyga borganda axlatga tashlayman. Yettinchi savol: hujrangizni qanchalik vaqtda bir ratlaysiz? A. Ota-onamning askartishini kutaman. B. Har kuni qilayotgan bo'ladigan bo'g'ashqa uyga mehmon kelsa ratlamayman. C. Har oqshom yetishdan burun ratlayman, chunki atigini hujram ratlik holatda uyg'onishni to'liq yaxshi ko'raman. Sakkizinchi savol: bozorda va do'konda so'l-setiq qilgandan keyin qanday qilasiz? A. Qo'limni bekjaq yerga tekkizmaganligim uchun alohida bir ish qilib ketmayman. B. Olgan narsalarning ba'zisini uyga mang'ach yo'lda yeyishni yaxshi ko'raman, chunki shunday qilsam boshqacha ta'mi bordek his qilaman. C. Qo'limni yuzimga tekkizmaslikka tirishaman, fursat topsam yuyman yoki pokiz surtaman. 9-savol:
Maktabdan qaytganingizda maktab formangizni qachon solasiz? A. Pek herib ketgan chog'larimda xili uzung'icha sanmayman. B. Agar uydagilar ruxsat qilsa, ertasigacha maktab formam bilan yurayverman. Lekin onam bundoq qilishimga yo'l qo'ymaydi. C. Uyga kelganda tunji bo'lib usti-beshimni almashtirib, yuz-ko'zlarimni yuyman. 10-savol. Kasalliklardan saqlanish uchun nimalarni qilasiz? A. Sovuq o'tkazib olmaslik uchun qalin kiyimlarni kiyib olaman. B. Hech nima qilmayman, faqat duo qilaman. C. Oziqlanishga diqqat qilaman, mikrobli joylardan yiroq turishga tirishaman. Pokizlik haqidagi savollar shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqaylik. Agar A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qayrindishim, bergan javobingizga qaraganda siz tozlikqa ahamiyat beradi ekansiz. Lekin ba'zida erinchaklik qilib, tozlikqa sal qaraydi ekansiz. Ba'zida yuyinish, tirnoq ilish va yotoq uyimizni radlash degandek ishlar xush yoqmay qoladi. Ba'zida o'yinmi o'ynag'imiz kelmaydi. Bundaq chog'larda bu ishlarni ozroq kechiktirsakmi qaroyiti chog'liq. Lekin muhimi erinchaklikni tashlash. Aslida pokizlikni vaqti-vaqtida qilib tursak, hech ish jo'g'lishib qolmaydi. Shunga tozlikqa yana ozroq ahamiyat beradiganlar bo'lsangiz, kichiklarga ulgu bo'la oladiganingizga ishonaman. Agar B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, hurmatli do'stim, siz tozlikning insonlarga nisbatan intayin muhimligini biladi ekansiz. Lekin ba'zida erinchaklik qilib tozlikqa sal qaraydi ekansiz. Men sizga pokizlik bo'lmagan yerda mikrob va kasallikning tezda yamrab ketadiganligini eskartmoqchiman. Maynet yerlarda o'ltirib qo'pib, badanimizni pokiz tutmasak, o'zimizni xilma-xil kasalliklarga giribdor qilamiz. Bundoq bo'lganda ham o'yindanmi, ham o'qishdanmi mahrum qolamiz. Shunga erinchaklikni, o'rinliqni tashlaylik. Qo'llarimizni pat-pat yuvib, o'ltirib qo'pgan har qanday joyni pokiz tutishga ahamiyat beraylik. Shundoq qilsak, biz sevimli payg'ambarimizga o'xshash xushburoq, pokiz va chiroyli bo'lamiz. Kasalliklarmi bizdan yiroq turadi. Agar C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, sevimli qayrindishim, sizning tozlikqa to'liq ahamiyat beradiganligingiz chiqib turadi. Bu olqishlashga tegishli xislat. Sizmi bilasiz, maynatchilik boyada mikrob bo'ladi. Mikrob boyadan kasallik taqaydi. Ammo sizga o'xshash shaxsiy tozalik va muhit tozligiga ahamiyat beradigan bolalar bo'ladi ekan, dunyo kasalliklar oz uchraydigan, xushburoq chechadigan bir bog'chaga aylanadi. Shuni unutmangki, payg'ambarimizmi xuddi ipardek buraytdi. So'yimli payg'ambarimizmi bizga pokiz kishilarni to'liq yaxshi ko'radiganligini aytgan. Shunga radlik va pokiz bo'lishga tirishaylik. Programmamizdan bu qitimliq soni mushu yerda yaxlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.